Jonibek Polvon. Davraning bosh tovog'i 81-lakalarning hisobidan 1 nortiya, ustida $200 zoti bor. Omadlaring bersin. Amin. Allohu akbar bolalar. G'ayratli qilasizlar. Dilshod o'rtaga. Surxondaryo. O'rtaga. Samarqand O'rtaga olishdi. Bosh tovoqlarimiz kurashyapti azda. Aziz palvon, mahalliy palvonlardan Oybek palvon, Sho'ri aka, palvon Roziqning kuchi teng keldi. Said olishib tur, az qamsin, paring. O't, hasil. Ikki qo'l olishtiring, olish sunnat. Xo'p, olish. O'tkazdiring. Qichoqlashaman desa qichoqlashtiring, bo'yi ham, eni ham hammasi. Necha bo'ldi ular aka? Qashqadaryodan Murabbas palvon. Bunga talab qilyaptim mahalliy palvonlardan. Hey, sal sal insof bilan salgina. Necha bo'ldi boya? Yana sal yer bersa kontaktni otib ovnagandan keyin shundan 10 metr nariyoqdan deysizlar. Mahalliy palvonlardan Alisher palvon. Boshlanishiga bir qo'chqar, ustiga $200 zoti bor. Rossiyada musofirda yurgan ehson qilgan aka-ukalar nomidan 7000 rubli bor. Ishonbo guruhini aktiv qizdirgan Ishonbo nomidan bitta qizil tuyasi bor ustiga. Bitta qarsak Husayn akalar palvonga olishtiring Ahmad aka. Abbas, mana uçurtdular o. Ikkadalar uçurtdilar. Qani sunnat, dahki sunnat ey. Sunnat palvon ey. Kelasanmi zotini beraveraymi bunga? Kurashinglar palvonlar, kurashinglar, g'ayrat qilinglar. Ey palvonlar ey. Hurmat qilib olish bir-biringda. Og'abek polvon bilan Xurshid polvon. Og'abek Samarqand, Xurshid polvon Surxondaryo kurashyapti hali ham. Mana Said bilan Sunnat polvon quchoqlashtiryapti. Kurashtinglar palvonlar. Alisher palvon bilan Murabbas palvonga Qashqadaryolik Abreb Mahmud Hojibon o'g'li Muzaffardan 500 ming so'm ustiga. Kurash. Xurshid, nima bo'lyapti? Kurash. Ha. Nima bo'ldi? Kurashan, sunnat palvon, ustingda bakoling bor ekan. Ha.
Yonbosh halolmi? Ha, menga nima chopib kelyapsan aka? Mana ustingda bakovling bor-ku. Olma dedi-ku uni. Qashqadaryoga yonbosh agar qichoqlatganda halol bo'lsa, uka bu yer Samarqand territoriyaga kiradi. Bilmasang, xo'p. Xo'p, ustingda bakovling bor deyapman uka. Nimani ko'rmay qolgandir? Xalq halolmi shu? Nima qildi bular ham ko'rmay qolganmi? Qo'y, ikki qo'l qo'ygan. Ikki qo'l olishtirgan. Kurashtir. G'ayrat qilinglar, polvonlar, g'ayrat qiling. G'ayrat qilinglar, polvonlar, g'ayrat qil. Sundor, nima bo'lyapti polvonlaring? Jonibek polvon bilan Norquvvat polvonniki 81-yil akalarning hisobidan 1 nortiya. Ho. Ustiga $200 zoti bor. Hali tugagan yo'q. Turishdi. Otabek polvon bilan Ibrohim polvonniki Samarqandlik Akmal aka. Abdurashid akadan yana 100 ming so'm. Ba, sahib. Akmal aka bir. Bir qo'yib Otabek, mana ikkida. Otabek, Ibrohim polvon bir qo'yib, mana oldingda mana. G'ayrat qilinglar. Yil yigitlar nomidan Otabek polvon Surxondaryo, Samarqand Ibrohim polvonga bir o'tkiz ustiga $200 zot qo'yilgan. Nima bo'lyapti polvon, ay? Ey polvon. Qashqadaryolik polvon, suv beringlar polvonga, mehmonga. Said polvon bilan Sunnat polvonniki nima bo'ldi? Ikkala polvonni ham o'ting, endi o'zidan xafa bo'lsin. Ikkalasini ham o'ting. Mana tovoqlar, ishda tovoqda yakka-yakka qilib ko'raylik polvonlar. Asqar polvon Samarqand, Surxondaryo, Jasur polvonni deyar ekan, kurashtiring polvonlar. Qashqadaryodan Mirabbos polvon, mahalliy polvonlardan Alisher polvon. Bir qo'chqor Safar Eshonbon nomidan bir qizil tuya, ustiga $200. Musofirda yurgan yigitlarning hisobidan 7000 rubl. Mahmud Hojibon o'g'li Muzaffardan 500 ming so'm. Abdurashid akadan 100 ming so'm. Hey, nima bu? Hey, Alisher, jim. Menga qara, Mirabbos.
Mana yigit kimdi o'g'li? Dadasini topolmay yig'layapti-da. Otayım. Asıl yapacak bir şey gelsin. Polvon. Ha, otash. Ho. Uyga ketasizmi? Ha, uloqmi? G'ayrat qiling, g'ayrat qiling palonlar. Kutamiz. Ha, bu uyingizga berib ketish kerakmi? Jobibek palon bilan Narqot palonni zotini ustiga Bo'ldi, kutamiz. Oson qassobdan 500 ming so'm sotib keldi. Madilsha. Bitta qarsak bo'lsin qassob bo'lgan. G'ayrat qilasizlar palvonlar. Hurmatli kurash muxlislari, mana shu 8 ta palvon, 4 ta paran, bitta olqishlaringiz zarg'ani bir g'ayrat qilsin, bir chiroyli bir rasaklab ko'raylik. Eshityapsizlarmi palvonlar? Hammasi sizlar uchun bu gap. Bitta g'ayrat qilinglar. Ha? Davrada, to'xta, haqiqatdan ham davrada o'zimiz ko'payib ketdik-da ko'pchilik. Ha, shu stollarni ishlab turinglar, suyab. Suyab turinglar. Tagi bitam bo'lmaganda yiqilib ketishim. Hey, Murabbos palon. Murabbos palon. Qashqadaryo. Nima davradan chiqib ketyapsan aka, kel bu yoqqa. Nima qilyapti? Onun izidan bir mashin muxlis kelgan kamida. Shu davrada baylasa bo'lmaymi? Ular taktikasi yomon-da. Murabbos palon. Tezlash, Sherbek jo'nat, Sherbek. Jo'nat uka tezlashtirib. Urgutdan Asqar palon, Surxondaryodan Sanjar palon. 100 jasur palon ekan, $100 zoti bor. Surxondaryo Oltinsoy Narqot palon, Samarqand viloyat Pazdarg'om Chandirilidan Jonka palon. Bir nortiya ustiga $200, Oson qassobdan yana 500 ming so'm g'ayrat qilasizlar palonlar. Surxondaryo Otabek palon, Samarqand Ibrohim palon 93-yil yigitlarning hisobidan bir ho'kiz ustiga $200 zoti bor palonlar. G'ayrat qilasizlar. G'ayrat qilinglar. Mahalliy palonlardan Alisher palon, Qashqadaryodan Murabbos palon, Safar Eshonbon nomidan bir qizil tuya, tashkilotchi ihson qilgan aka-ukalar nomidan bir qo'chqor, $200, musofirda yurgan yigitlar nomidan 7000 rubl puli bor. G'ayrat qilinglar. 500 ming so'm Mahmud Hojibonovli Muzaffardan, 100 ming so'm Abdurash akadan, Akmal akamang. Yana ustiga Xo'jamov Shamsiddin ustoz
Hojibodan Alisher bilan Mirabbosga 500 ming so'm. Sherbek aka 4 marta kurashdi. Ikkita bosdi, ikkita yiqildi. Sherbek uka shu paytgacha 10 ta qo'ldiki, 10 ta oyoq barmog'ini likoplastr qilsa bo'laydi-da. Hey. Hey, Qashqadaryo Pamuk Aziz Polvon. Aziz Polvon, keldik. Kirk. Qashqadaryo Aziz Polvon, Samarqand Javohir Polvon. Tez Javohir Polvon qo'lda tayla. Kiyinib kelasan, zoting aytaman. Tezlattir faqat. Vaqt chegaralangan uka. Bitta olishmagan shu polvon qolgan ekan. Endi ihson kurash xavf olib ketmasin. Hayrat qilinglar polvonlar. Qo'mi Aziz bilan Javohirni qo'ydi Samarqand. Vallakordan Pirnazarbodan Alisher Polvon bilan Mirabbosga yana 100 ming so'm Akmal aka. Qani? Otabek Polvon. Uka. Quloq sol bitta quloq sol. Uka, men-ku ko'rganim yo'q, mana ustozlar shada qarab turibdi-da, Otabek. Pazarg'om Temurxo'jadan Zoir Polvondan 100 ming so'm, Alisher Polvon bilan Mirabbos Polvonga, Meni surib bosdim deyapti. Otabek Polvonga 100 ming so'm. Meni surib bosdim deyapti. Hayrat qilinglar polvonlar. Arzaqli aka o'zi. Burma, qarang. Men deyapman. Noto'g'ri qilasizlar aka, men bosyapman chista. Ye? Men aka o'z umrimda talashmayman. Ha, naborat aka. Aka siz Xudoni otib javob bera olmaysiz. Aka mana shu ishni. Siz olishgansiz, qarang. Shunday kirib qattiqligi osmoniga mos tushyapti. Ustidan borib tushyapti aka. Ha, Otabek bosgan ekan. Men aka bosishgan yo'q-ku, oldindan Otabek men bosdim deyapti. Men Ibrohim bosdi deb bayon o'tirishgan ekanman. aka mos tushyapti. Aka osmonga yonbosh tushsa bosib qoladi. Aka aytdim-ku, Sherbek 4 marta olishdi. Ikkita bosdi, ikkita yiqildi. Bu gapni bo'yim aytdim. Hey, to'xta, menga qara. Shu xalqdan sen ham qolganiga ustun emas-ku. Nima bo'ldi mana shularga? Yana nima kerak Otabek? Ha? Nima kerak? Bo'ldi uka, sport qilma. Polvon odam sport qilmay olish. Omadlaring bersin. Bitta qarsak bo'lsin Ibrohim Polvon bilan Otabek Polvonga. Otabek, kurash. Hayrat qo'yka. Uka, men ko'rmay qoldim, lekin mana shuncha xalqdan hech bo'lmasa ikkitadan bittasi ko'rib turibdi-ku. Hey, sport qilmagin. Otabek, endi shu sudya bersa ham men bermayman. Xalq ko'rgan ekanman. Halolmas deyapti.
Diyor aka, nima bo'lyapti polvonlaringiz? Polvonlaringizga 5 qo'l bering diyor aka. Asqar polvon bilan Surxondaryo Sanjar polvonmidi? Ha, astaka zo'rmisiz? Ya men kurashda edim-da, birov telefon ishlatdi. O telefon Hey zaryad. polvon, menga qarada bitta. Hey, Murabbas. Kel, kel. Ha, buni men so'rayman dedim. Men kurashda edim gol uchun. Olish. G'ayrat olish. Hey! Muxlis bilan ishing bo'lmasin, zapravka. Kurash polvon, Murabbas polvon, burun. Murabbas. O'zi oyoq og'riyotgan biza ko'p yurmadi, aka battar urib qoladi. Shunday. O'ski kurukqi, bos, tezlashtir. G'ayrat qil. Davay, zapravka qilinglar, g'ayrat qil. Diyor aka, 5 qo'l polvonlaringizga. G'ayrat qil. G'ayrat qilinglar polvonlar. Hay kurash muxlislari, hademiz. Bitta olqishlab qo'yingizlar ham polvonlar, birosaga bular nasib bo'lsa. G'ayrat qilinglar polvonlar. Polvonlar 5 qo'l harakat qilinglar. Yiqitishga. Yiqitganing haloling bo'lsin. G'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar. Kurash tovoqlargacha juda ko'p burasak bo'ldi-da. Tovoqlar boshlagandan keyin bo'ldi. Undan keyin oldin juda zo'r burasak. Aşılar qizyapti qayta. Onlar qizyapti qayta. Onu tushib qo'ymayapti, o'tganmadan tushirmaydi. Nima dedi? Nima tushirmaydi? Zo'rda qilmasa. Maya Asqar aka. Asqar aka. Yanjila. Saqlaka. Olmayapmi bexla? Bexla olmayapmi? Ha, undan nimalar problem bo'ladi. Ha, turamaydi, ko'ratdi. Onu olmasdan o'ta sport vaziyat bo'ldi, ko'rmay qoldi. Ikkovi xafa bo'lyapti. Ya ikkovi sarildi. Ha, bosib. Yoqqa o'tsin, birdan yoqqa o'tdi. Nima bo'ldi? Halolmi? Ha, Murabbas polvon. Halol Alisher polvon zotini olib kelgan.
Bitta qarsa bilan palvonga.